Assalomu alaykum. Ismim Zlatan. Super Media kompaniyasiga 2023-yil ishga kirganman. Mana qariyb 2 yil bo'libdi. Xo'p, 2023-yildan mana xudo xolasa 2026-yilgacha, ya'ni bor bo'lgan insightlarimni va eng keraklisini aytmoqchiman. Insightlar juda ko'p va eng kerakli 5 tasini o'zim o'rgangan, o'zim tushunib yetgan va tavsiya bermoqchi bo'lgan 5 ta insightlarim bor. Shuni bo'lishmoqchiman. Xo'p, hozirda mening idealim loyihasi ketyapti. 19 yanvarda xudo xolasa mening idealim start bo'ladi. Xo'p, birinchisi, ya'ni insightlarim birinchisi bu kayfiyat. Ya'ni sotuvda o'sha mijozlar bilan gaplashayotgan jarayonida konversiyani eng oshirib beradigan narsa, men o'zi juda ko'p statistikalarga ko'pchilikdan so'rab boshqa qilib aniqlashtirib bildim bu narsani o'zim ham yaqinda kayfiyat bilan gaplashish kerak ekan. Kayfiyat bilan boshlash bu konversiyani juda ko'tarib berar ekan va ishonch, yetarlilik bilan boshlash kerak ekan. Bu ikkinchisi. Endi ikkinchisi tezlik. B2C'da tezlik juda ham muhim va mana raqamlarda o'tgan yili 2025-yilda birinchi o'rin olganman. Tezligim hisobiga, tez sertifikasiyani qilganim hisobiga va bunga plus qo'shmoqchiman. Pozitiv befarqlik. Kayfiyat bitta mijozning anaqasiga kayfiyat sizga ta'sir qilmashi kerak. Keyingisiga tirsiz o'tib ketaverish kerak. Tezlik juda muhim. Xo'p, uchinchisi bu filtrlash. Sotuvchilarning eng menimcha kuchli tarafi shu. Hammani o'zining kuchli taraflari bor. Men shu taraflarni o'zim kuchli deb o'ylayman. Ya'ni filtrlash. Hammaga sotish kerak emas. Mijozlarning ehtiyoji bor odamlarni topib, unga sotish. O'sha narsalarni bilish. Bu menimcha sotuvchilar eng kuchli taraflari deb o'ylayman. Xo'p, va undan keyingisi masalan, o'sha filtrlaganingizdan keyin rostdan ham ehtiyoji bor odamni topganingizdan keyin va bu uchinchisi, endi to'rtinchisi oxirigacha kurashish. Oxirigacha kurash. Ko'pchilik shu yerda to'xtaydi. Aslida oxirigacha kurashayotgan joylarda ko'pchilik e'tiroz aytgandan keyin bo'ldi deb to'xtab qoladi. Yo'q, aslida mijoz e'tiroz aytgani menga sotib olaman degan ekan. Men bu narsani tushunib yetdim va buni top 5 ta videomni 4-siga qo'shdim va oxirigacha kurash. Men doim oxirigacha boraman va men ko'pchilikdan oxirigacha borib sotganim uchun rahmat ham eshitganman. O'shuning uchun sizlarga shu feedbackimni va tavsiyamni aytmoqchiman. Va 5-inchisi ko'p kompaniyalarda yo'q narsa qayta aloqa. Men shu qayta aloqani ko'p kasana qilish kerak va statistikalarda ham bor. 80% sotuvlar 5 martadan 7 martagacha qayta aloqada bo'lar ekan. Va umumiy 5 ta videolarim birinchisi kayfiyat va ishonch bilan boshlash, ikkinchisi tezlik. Tezlik juda ham muhim. Uchinchisi buni filtrlash. Rostdan ham shu hamma mijozga sotish emas, ehtiyoji bor odam topib bunga sotish va oxirigacha kurashish va qayta aloqa juda kuchli bo'ladigan bo'lsa, nasib bo'lsa, yaxshi sotuvlaringiz bo'ladi. Ya'ni to есть bu siz shu paytgacha mana 2023-yildan 2026-yilgacha olgan insightlarim, siz buning uchun 2 yil o'rganishingiz shart emas. Shu videolarni ko'rib, shu narsalarni amalga qo'llasangiz bo'ldi, xudo xolasa. Ya'ni meni fikrimcha, nasib bo'lsa yaxshi narsa qilishingiz mumkin. Va eng oxirgi sizga bermoqchi bo'lgan tavsiyam, menda shunaqa narsa bo'lganki, ya'ni men xatoyim, men noto'g'ri fikrlashim oqibatida sotuvda nimadir o'rgansam yaxshi bo'ladi. Nimadir qilishim kerak, nimadir bo'lsa, qariyb zo'r tajribam bor. Unda ko'p narsani bilaman, lekin nimadir siri borda sotuvni. Nimadir o'rganishim kerak-da deb so'rab yuraverar, shu o'ylab yuraverar ekan. Yo'q. Aslida unaqa emas ekan. Siz просто bor o'zingizni bilgan narsalaringizni qo'llashingiz kerak ekan bo'ldi. Tayyor bo'lgan narsalarni qo'llashingiz bilan yaxshi sotuvlar qilishingiz mumkin. Shunaqa gaplar, hammaga rahmat. Пока-пока.